Markazimizga 20 yoshli yigit o'zining yuzidagi aknening og'ir turi bilan murojaat qilgan va birinchi bosqichdagi davolanish jarayonlari amalga oshirildi. Bizda hozir ushbu patsient bilan ikkinchi bosqich davolanish jarayonlari olib borilmoqda. Biz bilamizki, husnbuzar kasalligi bu tizimli kasallik hisoblanadi. Yondosh mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda davolaymiz. Og'ir shaklida biz yallig'lanishni olamiz, teridagi yog'larni faoliyatini to'xtatamiz. To'liq davolangandan keyin husnbuzardan qolgan asoratni biz nima bilamiz? Bu chandiqlar. Ana endi chandiqlar bilan apparatlar yordamida, inyeksiyalar yordamida korreksiya qilish bosqichiga keldik. Bu sharoitda davolanadi. Ya'ni kremlar suradi, mazlar suradi, lekin u yana qaytalab chiqaveradi. Bu o'zi demak gormonal holatga bog'liq, to'g'rimi? Albatta, husnbuzar aytib o'tgandek, bu sistem jarayon, ya'ni ichki a'zolarni hisobga olgan holda davolash kerak. Hech qachon uy sharoitida mazlar bilan, qanaqadir niqoblar bilan davolanishni tavsiya qilmayman. Mana shunday paytda balog'at yoshidagi yigit qizlarning ota-onalariga takliflarimiz: farzandingizni o'z boshimchalik bilan davolanishga yo'l qo'ymang. Aynan sizning farzandingizning salomatligi uchun xizmat qiladigan oliy toifali shifokorlarimizga bemalol ishonishingiz mumkin.